ilahiy tecelli kılkan bir muhitni berpa kılış arkalık dünya ve ahiretin bahtsadına gelişimiz lazım demekçe. Cihat veya niyet bağ iken, ondaki cihatın aldan tayarlık boğan hicretten mevcuttur demektir. Bu cinayi kılmışlık karşı turşun ibaret, hakkani görüşün uzun yapacak aldı. Huzur ko'rguvchilar, bugungi programmamizga qadam tashrif qilganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men bugungi programning riyosatchisi Musajon. Bugungi programmamizda hammamizga ma'lum bo'lgandek, Ramazon oyining boshlanishi bilan Xitoy Kommunist hokimiyati Sharq Turkistonda Uyg'urlarning ro'za tutishini cheklaganlik to'g'risida xabarlar tarqalgandan keyin Turkiyada bu masala jiddiy bir masalaga aylanib, Turkiya kun tartibiga keldi. Hatto shuning bilan birga Sharq Turkistondagi Xitoy zulmi, Xitoyning besim siyosatlariga qarta norozilik namoyishlar, yig'in murosimlar bo'lib, har qaysi ommaviy tashkilotlar, siyosiy partiya, shundaqla davlat arkonlaridan tortib bütün xalqniki kun tartibida Sharq Turkistondagi zulm va besim siyosatlar, Xitoyga bo'lgan noroziliklar kun tartibda edi. Bu munosabat bilan bu yerdagi o'tirib qo'yilgan masala, yana Xitoyningki Uyg'urlar ustidan ro'za tutishni cheklaganligi aloqador xabarni Xitoy yaqinda o'ziniki tor taratqularida inkor qilib bayonotlar beryotdi. Yana yaqinda qarasak, Xitoyning Xinhua tor betida Turkiyadagi Xitoyga Jungoga qarshi kuchlar yolg'on xabar tarqatib, Jungoniki ro'za cheklaganligini bunda Turkiyada tarqatish orqali Turkiyada cho'ng bir namoyish qilish, norozilik, bunda kuch ko'rtma harakatlarni elib bordi degandek bunda bayonotlarni berib kelyotdi. Biz bu to'g'rida diniy olim Abdullakim Maqsim hoji bilan suhbat olib boramiz. Hurmatli Maqsim hoji aka, sizlarga ma'lum bu to'g'ridagi ko'z qarashlarni olgan bo'lsak, yana Xitoy o'ziniki ro'zani cheklaganligini inkor qilib bayonotlar beribdi. Shu to'g'rida agar rasla unda ro'za chekilmagan avval bormi yo kerak, yo diniy besim, diniy siyosat to'g'risida fikr qarashlarni olgan bo'lsak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Endi kishilarning o'tirishdan kunni etak bilan yeb bog'lanmaydi degan bir tamsil bor. Reallik qarash lozim. Endi Xitoyningki Ramazonda ro'za cheklaganligi faqat Turkiyadan tarqalib, Turkiyada jamoat fikr to'pini bulayotgan masala emas. Bu bütün İslam dünyası ve G'arb dünyasından kam tarqalayotgan masala. Mesela şu Xitoyda Ramazonda musulmonlarni ro'za tutishni cheklab, ro'za tutganlarni majburiy iftor qilishga zo'rlab qilayotgan faoliyatlarim bütün dünya miqyosida tarqaldi bu. Bu dünya jamoatchining cho'ng g'ulg'uli qo'zg'adi. Mesela xalqaro mashhur kanallardan Al Jazeera'ga o'xshab bir necha televizor kanallar programmalar ishlatdi bu vaqtda. Nurg'un gazet, jurnallarga maqolalar yozilib, arabcha, inglizcha, turk har xil sohada. Endi bu Xitoyningki Ramazonda ro'zasini cheklaganligi bu bir reallik. Bir de hal olmay qolgan masala faqat bu yil eng haddidan oshgan o'g'ashqa umumyuzlik cheklab dunyoda bu masala cho'ng jamoat fikri to'plab xalqaro bir norozilik inkas qo'zg'adi. Ammo Ramazonda ro'zasini cheklash masalasi yillardan biri batdi. Yillardan biri bu. Mesela nurg'un oliy maktabda o'qiyotgan bolalarni ro'za tutding deb oliy maktabdan o'g'layotgan ahvollar, nurg'un idora jamiyatning kadrlarini ro'za tutgan sababdan muoshini tutilayotgan xizmatdan siqib chiqarishga urinayotgan ahvollar yillardan beri bo'lib kelgan. Bu yerda Xitoy islom dinini biz cheklamaymiz, xalqni damomin ixtiyoriy qo'ydik degan safsatadan bazaqsib keldi yaqinning mobaynida. Jamoat fikr to'planib xalqaro besim paydo bo'lgandan keyin bu Xitoy diniy erkinlikni tamamen cheklaganning ustiga musulmonlarning o'zining insoniy huquqdan bahramand bo'lishini cheklab keraklik. Masalan, musulmonlarning diniy huquqini islom dinini o'rganish, dinni o'rganish bir har bir musulmonning eng oddiy bir insoniy huquqi. Buni 90 yillardan boshlab Xitoy 25 yilning mobaynida
İslam dinini ügütüşten tamamen çeklep geldi. O aşkara İslam dinini ügütülüp medrese yok, mehbiyim. Ügütülüp gelgen bazı rayında, hususunda bizim ötenin Cenub rayında da şu mehbi İslam dinini ügütüşten tamamen çeklep İslam dinini ügengenlerini öldürüş, muddessiz kamaş, mal mülkini musadir kılış arkalık fevkullah rahimsizlik bastırıp geldi. O İslam dinini ügütüşünü çekleyen birgem Müslümanların en tabii hakkı namaz okuş meseleleri. Namaz meselelerini çeklep gelirlik. Mesela azlık uç kaşkar müşkül davet kan meselelerim demiliş çıkan hizmetçi kadrlarını eğer mescid namaz okuyotkan bolsaң, muaşını mescidin bazı bizim muaş emeğimiz namaz okumayısı deglik. Bu fakat Ramazan meselesi emas. Bütün Şerq Türkistan halkının tamamen özünün insani hakkı hukukunu çeklep geldi. Dinini ügünüş hukuku, namaz okuş, şu katarda Ramazan tutuş, zakat verişini zaten çekleyelik. Bir neçilgan ticaretçilerin hazır. Fakat zakat verdin diyen gep bilen o bişarlı zakatın heminin birenmeylik zaten. Məlum miktarda ihtiyaclık şimdi zakatın bir kısmı zakat verdin diyen sebeple tamamen mal dünyasını mutlaka turmağa kamap kurtutuklık. Vay bu zakat verivatkan adamın mal mülkini musadir kılıp turmağa kamağa bassan, namaz okuvatkan adamın muaşını mescidini al devassan, bu Ramazan tutkan adamını buzuşku mecburluğa bassan, dinni ügütüş hakkında hizmet vatkını kamap öldürüp bassan, yani bunu kıptırıp biz İslam dinini çeklemeyimiz, İslam dinini erkinliğe vaat edelim. Bu tamamen aldamçılık, vicdansızlık hem de. Bunu olsa ki hazır Abdurrahman Reis Xitay'nın ki Ramazan'ın ahırda verdiğindeki bir neçe kişilerini ehlimde Komünist Parti'nin ki reisi Jiang Chushen 200'dek denizatını toplaptı. Vay sen bu Ramazan tutkunlarını rozu tutuşku mecburlaysa hem de dünya cemaatçiliğinin közlü boş aldığı için bir neçe adam iştahlık kılıp iştahkan sorun katmışsa bundan mı hiç gözlemelik münafıklık rezillik olmaydı. Hem bu Xitay'nın kim? Tabii de bu bolsa gerek. Hem de azıcık halkara besimden özü kutkuzuş için biz tamamen dini erkinlikle verdik. Bunu Ramazan tutkuluk koyduk. Bunu iştahlık çok istedik. Senin bu gepin kim işine değil ki? Öyle ki fakat bir Türk ya bir Uygur emez. Arap olsun, İngiliz olsun, başkası olsun. Hem insanlık özünü körep gelgen dünya cemaati paşkılıklık. O netçiliğin gezet, jurnallarda, yazılık, radyo, televizyon, sözlülük. Xitay, men urunup bakkan bolsam, bu kabih kını yoşuranmaydı. Eğer Xitay özünü aklamakçı olsam, bu zulümünü toxtuşu lazım, halkının hukukunu tamamen kolgu verişi lazım. Xitay tarafında hukukunu tamamen kolgu vermekişe, dünya cemaatçilikten aldığı mı özünü aklap bulanmaydı Xitay. Şerq Türkistan halkının hele dinni yol koyduk deyip koyap, hele kamaptı bunda aldap bulanmaydım. Yani bu mesele gelgendim, Xitay tamamen özünün nemiş kılıvatkallığı, hazır Şerq Türkistan vaziyeti nem bulanlığı bir kıdım oylap çıkışı lazım. Yani bu işin bir tarafı. Bunun tıkımı xatarlık tarafı, Xitay hazır, halkını idare kılışının aşı mahallenin mesulleri, etret başlığı gelip taşlap koyalım. Bir etret başlığı olan eblahının bizim halıgan adamın kamap koyalaydıgan, halıgan nehdep açıp halıgan işler etkiz. Bu kulluk tuzumның özeyni ki. O Xitay yüzü sosyalizm develip kulluk tuzumdun vahşi bir sistemde kolunlukluk. O insanlıdır. Ne erkinlik, ne hak gepli, diğerli hukuk, özünün menfaatini qoğdaş, özünün müdafaa ediş, hiç nesi yok ki. Bu mesele hakkında Xitay'ın bu sadi kılmışlarını tesirlep buluş naytas, dünya cemaatçilik yıllardan beri bu kadar zulüm bulundu da işinmeye gelgen. Yani yakın yılların mabeyinde nurgu milletin bazı insanın nurgu kürep gelgendeki ameliyatle yani Xitay'ın nurgun kararları resmi istip emeleşken boğandayken dünyam tonup gitti hazır. Bunun degi tekimi tonuşu mümkün. Mağıldaki uğrunuşudan Xitay'ın özde tekimi resva kılı deyip ki biz dini erkinlikle belirttik. Bunu dini erkinliğimizi beğenmedi deyip bizge töhmet kıttı deyip chet elde faaliyet ip bir Şerq Türkistan teşkilatlarını töhmet kılıp karlap özünü aklayamaydı.
Bu haqda Sharq Turkiston tashkilotining bergan ma'lumoti tamoman to'g'ri ham to'liq yetarli emas. Buning bir qismi degan. Xitoyning qilayotgan natijasi ig'ir. Buni faqat bir qismini da'vatida. Bu masala kelganda Xitoy bu kadar vahşi lavzlaşı cümey özden kılıvatkan işine qayta bir qarab chiqishi lazım. Her qal yurtlarda insanların nemi küllerini görevatıdı. Mesela bir telefondan mesela ayet çıkıp kaldı ya tebliğ çıkıp kaldı. Şu sebepten 10 yıl 15 yıl insanlarını qamaklık sot keseylik. Bu Xitoyning özünün kanununa xilaf, insaniyetinin bütün kanununa xilaf mandaşlık kılıvatkan durum. Yani biz dini erkinlikte verdik dese qanday gap nimaga yarashadi? Mush to'g'rida bu voqea o'tirib chiqqandan keyin Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Anqara turishliq elchisini chaqirtib, buning tushuncha berishini talab qilgan. Hatto diniy besimniki nima uchun bunda ishlayotganligi to'g'risida bir qancha savollarni so'rgandan keyin Xitoyningki Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi bu to'g'rida bayonot berib, yana u yerda Şinjanlik musulmonlar hech qanday bir diniy besimni qamoqliq, hammasi diniy erkinlik bilan yashayapti degandek endi bir yolg'on bayonotni berdi-da, lekin ammo Xitoyning yana bir siyosatga qaraydigan bo'lsak, masalan, diniy asabiylikni tugutish degan shior ostida hozir vatanning har qaysi yerlarida har xil faoliyatlarni elib boryapti. Ya'ni bu islom dinida diniy asabiylik deydigan bir hukm bormi? Xitoyning bu diniy asabiylikni yo'qotish deganda nimani maqsad qildi? Mush to'g'ridagi ko'z qarashlarini anglagan bo'lsak. Endi buni tushundirgani o islom dini Allah tarafdan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıfıyla insaniyet yetkizilgen bir ilahi rahmet, ilahi kanun. Yani bu Peygamber İslam Allah'ın huzurundan kandal tapçıvagan olsa bu din ne? İnsanlık aşşekede yetkizildik. İnsanlığa. Din bu. O din bir kanç xil, bir kanç türkü bölünüz kanış yok. Bunun bir kanç faaliyetlerinin türleri var. Baş Peygamber Allah'ın huzurundan tapçı olip ümmetke ügetken bu yepirlediğin neyse. Bir yerdeki mesele mandak. Özü şu, muhitinin tesiriden, Xitayning zulmünün tüpeyliden, dinni ügünüş fırsatını tamamen mahrum kapkınıp, özünün ismi Müslümança, özünün Müslümanının qatarı sınavatkan, dinnin mahitinin tanışısı haberi yok. İslam dininin için faaliyetlerinin özü bilgen ma'lum kısmı amel kılıp, anqagan jıq tarafını hesaplaşmay, manda yaşavatkan Müslümanların modern ya anlık ılgar Müslümanlı da tarifleydi Xitay. İslam dininde ma'lum miqdarda düşengen ya İslam dininde bektilgen boş emel kıtmanız deb turqim muhlis Müslümanların bu radikal İslamçı, müteşeddit, bu degandagi her xil namını hatta terörist deb qarlaqlık qildi. Xitayning tasavvurida dinning Peygamber İslam ügetken bu hayatı tatbiqlab etmiş. Bu azgınlık. Dinden habersiz haletten Xitayning hazırki komünist, imansızlık, dinsizlik siyasetiga masışmanganlıktan doğru din deb düşündürüldük. Bu tamamen İslam dininin ruhiga xilofda. Yani bu meseleye geldim. Xitay eyiplayotgan aşsadaki hususan yaşlı adam ma'lum bir insani yetersizlikle bo'lgan bo'lsa-mu, buni islomdan nima o'rgangan bo'lsak, o'rgangan qismimizga kunlik hayotimizni amal qilamiz deylik. Shu o'rganganga kunlik hayotimizni amal qilamiz deganlar ham eng ashaddiy dushman tutuldiq. İslamdan bilmagan ya bilsin bilgan amal qilmagan. Mahorat tikilgan uning biraz kengshillik qiliqliq. Bu yerdagi masalan Xitoyniki o Ramazan tutuşu çektiler ma'lum bir narsa emas. Xitoyning asosiy maqsadi İslam dinini tamamen yok qilib İslam dinini asta xalqni uningdan uzoqlashtirib, dastlab birinchi marhalada o'g'itishni cheklab, ana shu darajada kommunist idni kuchab da'vat qilib, tashviq qilib xalqni islomdan asta uzoqlashtirib, tuyg'uzmagan holatda islom dinidan arib o'tish. Xitoyning plani bu. Mush yürünüş, mush siyaset boş gidiyordu. Xalqni tamamen dinsizlaştırış için. Endi Xitoy xalqni dinsizlashtirish uchun nima uchun kuchaydi degan savolga kelishi mumkin. Bunun kelganda Xitoyning masalasi endi Xitoyda 1,5 milliard nüfus yashayotgan bo'lgandan keyin
aslida bir qancha millatlarning tarkib tepaqliq. Xitoyning shu nurg'un millatlar Xitoyning bu nüfusning ko'p sonliqni egallab ketishi bu kelkunning ichidan tamoman ostimilasi tugab ketganlik. Qarab baqsam Sharq Turkiston xalqi qapqarliq. Tadqiq qilib baqsa faqat Sharq Turkiston xalqining ostimilasiyadan yo'qolishni saqlab qolganisining islom dini ekanini olib chiqiliq. Bu reallikni tadqiq qilib tepib chiqqandan keyin mush millatni tamoman erib tugab ketishi lozimdan moz vatan tamoman bizning ketishlikdan mush zaminning asli egillarini tamoman yo'q qilib o'tishimiz lozimdan yo'q qilib o'tish uchun birdan bir to'sqinlik qilayotgan omil islom dini ekan. Shu eng avval islom dinini yo'q qilmay turib biz muomillatni yo'q qila olmayotganmiz. Shu eng avval islom dinini arvasa qilib deb buningni bilishlik. Xitoyning asli dadi bu. Bu şekilde haberleşiklik. Ama bu Xitoyning ham xiyoli. Vallahu mutimmun nurihi ve lev kerihal kafirun. Xitoy har qancha yomon ko'rgan taqdirda Allah o'zining bu nurini mukammallaştirdi inşallah. Sharq Turkistondan islom dini Allah tarafından muhofazat qilinib, yana bir qitim gulinadi. Butun xalq islom nuri ostidan dunyo va oxiratning baxtiga erishgan kunlar qismida yetib keladi. Xitoy bu kadar kuşapmı, ma milletni yo'q etish, ma islom dinining Sharq Turkiston xalqining qalbidan tamamen chiqarib o'tishni iborat bu ham xiyoliga mangu yetilmaydi. Ammo masalan, Sharq Turkiston xalqi aga turishi, qattiq tirishchanlik qilishi, har qanday fidokorlikqa har zaman tayyor turish lozim bo'ladi. Bo'ldi, ko'p rahmat sizlarga. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamizda Xitoyniki diniy besim siyosatlari shundoqla Ramazon cheklanganligini inkor qilganligiga aloqador ilib olgan suhbatimizni diqqatingizga taqdim qildik. Bugungi programmamiz shu yerda oxirlashdi. Keyingi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.